Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men pensionerlar uchun juda muhim mavzuni tushuntiraman. Ayrim holatlarda pensionerlarga oldin noto'g'ri ushlab qo'lingan, kam hisoblangan yoki vaqtida to'lanmagan pullar qaytarilishi mumkin. Bu gapni eshitib, hamma pensionerga pul tarqatilar ekan deb o'ylamang. Masala juda nozik, kimga qaytariladi, nima uchun qaytariladi, qaysi hujjat kerak, qayerga murojaat qilish kerak, hammasini aniq bilish kerak. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har birimizning uyimizda ota-onamiz, bobo-bobomiz pensiya olayotgan yaqinimiz bor. Ba'zan odam o'ziga tegishli pulni ham bilmagani uchun ola olmay qoladi. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va oxirigacha diqqat bilan eshiting. Men bugun oddiy tilda mutaxassis sifatida nimaga e'tibor berish kerakligini birma-bir tushuntiraman. Avval qanday edi? Ko'p pensionerlar pensiya tayinlangandan keyin har oy bir xil tartibda pulini olib yurardi. Kimdir plastik kartaga oladi, kimdir naqd shaklda oladi, kimdir pochta orqali oladi. Odamlarning ko'pchiligi pensiya miqdori qanday hisoblanganini chuqur tekshirmaydi. Masalan, ish staji to'liq kiritilganmi? Ish haqi ma'lumotlari to'g'ri olinganmi? Imtiyozli davrlar hisoblanganmi? Ustamalar qo'shilganmi? Bularni ko'pchilik bilmaydi. Shu sababli yillar davomida ayrim pensionerlarga pensiya kam hisoblangan bo'lishi mumkin. Ba'zi holatlarda esa pensionerdan ortiqcha ushlab qolish qilingan bo'lishi mumkin. Masalan, ilgari ortiqcha to'lov bo'lgan deb keyingi oylarda pensiyadan ushlab qolingan. Lekin keyin tekshirilganda bu ushlab qolish asossiz bo'lib chiqishi mumkin. Yoki pensioner ishlagan davrdagi ish haqi arxivdan topilmay. Pensiya minimal ma'lumot asosida hisoblangan, keyin hujjatlar topilgach qayta hisoblash uchun asos paydo bo'ladi. Endi nima o'zgardi? Eng muhim o'zgarish shuki, bugun fuqarolar o'z pensiyasini qayta tekshirtirish, kam hisoblangan pulni talab qilish, ushlab qolingan mablag' bo'yicha izoh so'rash imkoniyatidan faol foydalanishi kerak. Davlat idoralari elektron bazalar, arxiv ma'lumotlari va murojaatlar asosida pensiya ishlarini qayta ko'rib chiqishi mumkin. Bu degani, agar sizda asos bo'lsa, menga shuncha yil shunday to'langan, endi hech narsa qilib bo'lmaydi deb o'tirish shart emas. Lekin men bitta narsani juda aniq aytaman. Pul avtomatik tarzda hamma pensionerga qaytariladi degan gapga ishonib ketmang. Qaytariladigan pul faqat qonuniy asos bo'lsa, hujjat bilan tasdiqlansa va hisob-kitobda xato aniqlansa qaytariladi. Kimdir internetda hamma pensionerga falon million so'm beriladi desa, avval tekshiring. Chunki pensionerlar ishonuvchan bo'ladi. Firibgarlar esa aynan shu ishonchdan foydalanadi. Birinchi asosiy qism, kim bilishi kerak? Kim xavotir olish kerak, kim xavotir olmasligi kerak? Men eng avvalo kimlar o'z pensiyasini tekshirtirishi kerakligini aytaman. Birinchi toifa pensiya tayinlangan paytda ish staji to'liq hisobga olinmagan deb o'ylaydiganlar. Masalan, siz 35 yil ishlagansiz, lekin hujjatda 28 yil staj ko'rsatilgan. Bu juda katta farq. Chunki pensiya miqdorida staj, ish haqi va ayrim imtiyozlar muhim rol o'ynaydi. Agar 7 yil staj tushib qolgan bo'lsa, har oyga pensiya miqdori pastroq chiqishi mumkin. Bu farq oyiga 100 ming, 200 ming yoki undan ham ko'proq bo'lishi ehtimoli bor. Agar xato bir necha yil davom etgan bo'lsa, yig'ilgan summa sezilarli bo'ladi. Masalan, bir fuqaro 1990 yildan 2005 yilgacha zavodda ishlagan, keyin xususiy korxonada ishlagan. Pensiya tayinlashda zavoddagi 5 yil arxiv hujjati topilmagan deb hisobga olinmagan. Natijada pensiya 2 million 400 ming so'm emas, 2 million 150 ming so'm bo'lib chiqqan. Farq oyga 2,5 ming so'm. Agar bu holat 12 oy davom etgan bo'lsa, 3 million so'm atrofida kam to'lov yuzaga keladi. Agar hujjatlar keyin topilsa va qonuniy asos tasdiqlansa, pensiya qayta hisoblanishi va kam to'langan qismi bo'yicha masala ko'tarilishi mumkin. Ikkinchi toifa ish haqi ma'lumotlari noto'g'ri olingan pensionerlar. Pensiya hisobida faqat staj emas, ish haqi ham ahamiyatli. Ba'zan arxivda ma'lumot noto'liq bo'ladi. Ba'zan korxona nomi o'zgargan bo'ladi. Ba'zan hujjatda familiya xato yozilgan bo'ladi. Masalan, pasportda Karimova deb yozilgan, arxiv hujjatida esa Karimova o'rniga Karimov bo'lib ketgan. Shunday mayda ko'ringan xato sababli ish haqi ma'lumotlari hisobga olinmay qolishi mumkin. Natijada pensiya past chiqadi. Uchinchi toifa pensiyadan ushlab qolish bo'lganlar. Masalan, pensionerga sizga oldin ortiqcha to'lov bo'lgan deb har oy 10% yoki ma'lum miqdorda pul ushlab qolingan. Bu holatda pensioner so'rashi kerak. Ortiqcha to'lov nimaga asoslangan? Qachon yuzaga kelgan? Kimning aybi bilan bo'lgan? Qaror bormi?
hisob kitob varaqasi bormi? Chunki har qanday ushlab qolish og'zaki gap bilan emas, hujjat bilan asoslanishi kerak. Agar ushlab qolish noto'g'ri bo'lsa, qaytarish masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. 4-toifa. Pensiya turini noto'g'ri tanlab yuborgan yoki huquqi bor imtiyozdan foydalanmaganlar. Masalan, ayrim insonlar yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi. Ustamalar yoki alohida toifadagi qo'shimcha to'lovlar haqida to'liq bilmaydi. Kimdir o'ziga qulayroq variant borligini bilmasdan, kamroq miqdordagi pensiya turida qolib ketgan bo'lishi mumkin. Men bunday holatda albatta mutaxassisga murojaat qilib, taqqoslama hisob-kitob so'rashni maslahat beraman. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar siz pensiya tayinlanganda barcha ish staji kiritilganiga ishonchingiz komil bo'lsa, ish haqi ma'lumotlari to'liq olingan bo'lsa, pensiyadan hech qanday tushunarsiz ushlab qolish bo'lmagan bo'lsa, har oy to'lov o'z vaqtida kelayotgan bo'lsa, unda ortiqcha vahimaga tushmang. Lekin baribir pensiya hujjatlaringizni bir marta ko'zdan kechirish zarar qilmaydi. Chunki xato bor yo'qligini aniq bilishning yagona yo'li hujjat va hisob-kitobni ko'rish. Men real hayotga yaqin yana bir misol beraman. Deylik, 67 yoshli Otaxon Uddin yili kolxozda, keyin 8 yil qurilish tashkilotida ishlagan. Pensiya tayinlanganda kolxoz davri qisman hisobga olingan. Qurilishdagi 8 yil esa arxiv ma'lumotlari yetarli emas deb kiritilmagan. Otaxon mayli, shuncha bo'lsa ham olamiz deb yuravergan. Keyin farzandi arxivga so'rov yuboradi. Eski buyruqlar va ish haqi qaydnomalari topiladi. Shundan keyin pensiya organiga ariza beriladi. Natijada staj qayta ko'riladi. Agar hisob-kitobda haqiqatan xato tasdiqlansa, pensiya oshishi va kam to'langan davr bo'yicha qayta hisob-kitob qilinishi mumkin. Yana bir misol. Onaxon boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha pensiya olib kelgan. Keyin yoshga doir pensiya huquqi paydo bo'lgan. U qaysi biri ko'proq bo'lishini so'ramagan. Ba'zan bunday vaziyatda bir pensiya turi ikkinchisidan foydaliroq bo'lishi mumkin. Albatta, har bir holatda qonuniy shartlar bor. Bir vaqtning o'zida hammasini olish mumkin emas. Lekin tanlash huquqi yoki qayta ko'rib chiqish imkoniyati bo'lsa, odam buni bilishi kerak. Endi eng xavfli joyga kelamiz. Ko'pchilik pul qaytariladi degan gapni eshitishi bilan darrov xulosa qiladi. Demak, menga ham pul tushadi. Yo'q, masala bunday ishlamaydi. Birinchi nozik jihat, pul qaytarilishi uchun xato yoki qonuniy asos bo'lishi kerak. Agar pensiya to'g'ri hisoblangan bo'lsa, qo'shimcha pul berilmaydi. Shunchaki yoshga doir pensiya olayotganingiz uchun alohida qaytarim bo'lmaydi. Ikkinchi nozik jihat, hujjatsiz da'vo kuchsiz bo'ladi. Men falon joyda ishlaganman degan gapning o'zi yetmaydi. Mehnat daftarchasi, buyruq nusxasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi ma'lumotnomasi, sud qarori yoki boshqa tasdiqlovchi hujjat kerak bo'lishi mumkin. Agar korxona yopilib ketgan bo'lsa, arxivdan izlash kerak. Agar arxivda ham topilmasa, ayrim holatlarda sud orqali ish stajini tasdiqlash masalasi ko'tarilishi mumkin. Lekin bu ham avtomatik emas, dalil talab qilinadi. Uchinchi nozik jihat, muddat masalasi bor. Har bir talab bo'yicha qancha davr uchun qayta hisoblash qilinadi. Qaysi sanadan boshlab qo'llanadi? Ariza berilgan kundanmi yoki xato aniqlangan kundanmi? Buni aniq huquqiy tartib belgilaydi. Shuning uchun yil kam olgan bo'lsam, yilning hammasini qaytarib berishadi deb oldindan hisoblab qo'ymang. Ba'zi holatda to'lov ariza berilgan sanadan, ba'zi holatda hujjat taqdim etilgan sanadan. Ba'zi holatda xato qaysi tarafdan bo'lganiga qarab ko'riladi. Eng to'g'ri yo'l rasmiy javob va yozma hisob-kitob olish. 4-nozik jihat, ortiqcha to'lov bilan kam to'lovni adashtirmaslik kerak. Ba'zan pensionerga oldin ortiqcha to'langan bo'ladi. Masalan, ma'lumot kechikib yangilangani, ishga kirgani haqida vaqtida xabar berilmagani yoki pensiya turi bo'yicha shart o'zgargani sababli. Keyin davlat organi bu pulni qaytarishni talab qilishi mumkin. Bunday vaziyatda hammasi qonuniy bo'lishi kerak. Lekin pensioner pul qaytariladi degan xabarni eshitib, o'zidan ushlab qo'lingan hamma pul qaytariladi deb o'ylamasligi kerak. Avval ushlab qolish sababi tekshiriladi. 5-nozik jihat, telefon orqali yoki messenjer orqali kelgan xabarlarga ishonmang. Firibgarlar pensionerlarga pul qaytariladi, kartangiz raqamini yuboring, SMS kodini ayting, ariza to'lovini o'tkazing deb aldashi mumkin. Men qat'iy aytaman, hech kimga SMS kod bermang, karta parolini aytmang. Pasport rasmini begona odamga yubormang, oldindan pul o'tkazmang. Rasmiy idoralar sizdan bank kartangizning maxfiy kodini so'ramaydi. Agar kimdir shunday so'rasa, bu katta xavf belgisi. 6-nozik jihat.
tanish orqali tezlashtirib beraman degan gaplardan ehtiyot bo'ling. Pensiya qayta hisob kitobi hujjat, qonun va rasmiy tartib asosida bo'ladi. Kimdir sizdan pul olib, men ichkaridan hal qilib beraman desa, natija kafolatlanmaydi. Siz esa pulingizdan ayrilishingiz mumkin. Eng to'g'ri yo'l arizani rasmiy topshirish, ro'yxatdan o'tgan raqamini olish va yozma javob kutish. 7-nozik jihat, oiladagi farzandlar pensioner nomidan ish qilayotgan bo'lsa, vakolat masalasini unutmasin. Ota yoki ona o'zi bora olmasa, farzandi yordam berishi mumkin, lekin ayrim murojaatlar uchun ishonchnoma talab qilinishi ehtimoli bor. Shuning uchun hujjat topshirishdan oldin qaysi hujjat kerakligini aniqlab olish kerak. Aks holda 2-3 marta qatnashga to'g'ri keladi. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, pensionerning mavjud hujjatlarini yig'ing. Mehnat daftarchasi, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi hujjat, pasport yoki ID karta, plastik karta ma'lumotlari, oldingi ish joylari bo'yicha arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi ma'lumotlari. Nogironlik yoki imtiyozga oid hujjatlar bo'lsa, hammasini alohida papkaga soling. Hujjatlar tartibli bo'lsa, masalani tushuntirish ham oson bo'ladi. Ikkinchi qadam, pensiya qanday hisoblanganini so'rang. Siz yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Murojaatda mening pensiyam tayinlanishida hisobga olingan ish staji, ish haqi ko'rsatkichlari, qo'shimcha ustamalar va ushlab qolishlar bo'yicha yozma ma'lumot berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Agar pensiyadan pul ushlab qolingan bo'lsa, ushlab qolish nimaga asosan amalga oshirilgani, qaror nusxasi va hisob kitobini taqdim etishingizni so'rayman deb alohida yozing. Uchinchi qadam, tushib qolgan davrlarni aniqlang. Masalan, siz 1995 yildan 1992 yilgacha bir korxonada ishlagansiz, lekin hisob kitobda bu davr yo'q. Yoki 2000 yildan 2006 yilgacha xususiy firmada ishlagansiz, lekin badallar bo'yicha ma'lumot topilmagan. Bunday vaziyatda o'sha korxona mavjud bo'lsa, korxonadan ma'lumotnoma oling. Korxona tugatilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga murojaat qiling. Arxivga murojaatda korxona nomi, ishlagan yillar, lavozim, taxminiy bo'lim nomi, familiya, ism sharif va tug'ilgan sana aniq yozilishi kerak. 4-qadam, yozma ariza bering. Og'zaki so'rash bilan cheklanib qolmang. Ariza 2 nusxada bo'lsa yaxshi, bittasini topshirasiz. Ikkinchisiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydirib olasiz. Elektron murojaat imkoniyati bo'lsa, undan foydalanish mumkin. Muhimi, murojaat ishsiz qolmasin. Arizada hissiyot bilan emas, aniq fakt bilan yozing. Qaysi davr hisobga olinmagan, qaysi hujjat ilova qilinmoqda, nimani so'rayapsiz? Masalan, arizada shunday mazmun bo'lishi mumkin. Menga tayinlangan pensiya miqdorini qayta tekshirib berishingizni so'rayman. 1994-2002 yillarda falon tashkilotda ishlagan davrim pensiya hisobida to'liq aks etmagan deb hisoblayman. Ushbu davrni tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasi ilova qilinmoqda. Pensiyamni qayta hisoblab, kam to'langan summa mavjud bo'lsa, qonunchilikda belgilangan tartibda to'lab berishingizni so'rayman. Mana shunday aniq yozilsa, idora ham masalani tushunadi. 5-qadam, javobni kuting va tekshiring. Rasmiy javob kelganda uni shunchaki o'qib qo'ymang. Unda qaysi davrlar tan olingan, qaysi davrlar rad etilgan, nima sababdan rad etilgan, qayta hisoblash qilinganmi, yangi pensiya miqdori qancha, farq qaysi sanadan hisoblangan, bularni ko'ring. Agar javob tushunarsiz bo'lsa, qo'shimcha izoh so'rang. Siz tushunishga haqlisiz. 6-qadam, rad javobi bo'lsa, sababini tahlil qiling. Hamma rad javobi noto'g'ri degani emas, balki hujjat yetarli emasdir. Balki staj qonun bo'yicha hisobga olinmasligi mumkindir. Balki ma'lumot boshqa idorada saqlanayotgandir. Lekin rad javobi asoslanmagan bo'lsa, yuqori turuvchi organga yoki tegishli tartibda sudga murojaat qilish imkoniyati bo'lishi mumkin. Bunday paytda huquqshunosdan maslahat olish foydali. 7-qadam, pul tushsa ham hisobini bilib oling. Agar sizga qayta hisoblash natijasida pul to'lansa, bu qaysi davr uchun, qanday formula bilan, qaysi oylar bo'yicha to'langanini so'rang. Chunki ba'zan odamga bir martalik pul tushadi, lekin u nima ekanini bilmaydi. Keyin yana savol tug'iladi. Bu qarzmi qaytarimmi, ustamami, oylik oshishmi? Har bir to'lovning asosi bo'lishi kerak. Men oilalarga alohida maslahat beraman. Farzandlar ota-onasining pensiya masalasini bir marta tartibga solib bersin. Ko'p keksa insonlar idoraga borishga uyaladi, savol berishga tortinadi. Shuncha odamning ishi bor, bezovta qilmay deb o'ylaydi. Aslida bu ularning qonuniy huquqi. Agar pensiya to'g'ri bo'lsa, yaxshi, ko'ngil xotirjam bo'ladi. Agar xato bo'lsa,
o'zlariga tegishli pulni olishadi. Yana bir muhim maslahat, hujjatlarning nusxasini saqlang. Mehnat daftarchasining barcha sahifalaridan nusxa oling. Arxiv ma'lumotnomalarini skaner qiling. Rasmiy javoblarni yo'qotmang. Bugun kerak bo'lmasa, ertaga kerak bo'lishi mumkin. Ayniqsa eski korxonalar, o'zgargan nomlar, tugatilgan tashkilotlar bo'yicha hujjatlar juda qimmatli. Ko'pchilik mendan so'raydi, agar men pensiyani 5 yildan beri kam olayotgan bo'lsam, hammasini qaytarib berishadimi? Men bunday savolga shunday javob beraman. Avval kam to'lov borligi isbotlanishi kerak. Keyin qaysi sanadan qayta hisoblash qilinishi qonuniy tartib asosida aniqlanadi. Shuning uchun oldindan aniq summa aytish noto'g'ri. Hojat va rasmiy hisob-kitob bo'lmaguncha aniq xulosa qilib bo'lmaydi. Yana so'rashadi, pensiyam oz, demak noto'g'ri hisoblanganmi? Har doim ham emas. Pensiya miqdori ish staji, ish haqi, to'langan badallar, pensiya turi va qonunchilikdagi chegaralarga bog'liq. Bir odam garchi yil ishlagan bo'lishi mumkin, lekin ish haqi past bo'lgan bo'lsa, pensiyasi ham yuqori bo'lmasligi mumkin. Boshqa odamning staji kamroq, lekin ish haqi yuqoriroq bo'lgan bo'lsa, pensiyasi boshqacha chiqadi. Shuning uchun faqat qo'shnining pensiyasi bilan solishtirish yetarli emas. Yana bir savol. Menga telefon qilishdi. Pensionerlarga pul qaytarilar ekan. Karta raqamini so'rashdi. Nima qilay? Javobim juda qat'iy. Hech narsa yubormang. Rasmiy idoraga o'zingiz qo'ng'iroq qiling yoki boring. SMS kodini aytish, karta parolini berish, pasport rasmini notanish odamga yuborish xavfli. Pensionerlar nomidan firibgarlik qilish holatlari ko'p uchraydi. Arxiv hujjati topilmasa nima bo'ladi? Bunday holatda boshqa dalillar izlanadi. Eski buyruqlar, ish haqi qaydnomalari, kasaba uyushmasi hujjatlari, harbiy xizmat hujjatlari, o'qish davri bilan bog'liq ma'lumotlar, guvohlar masalasi, bularning har biri alohida tartibda ko'riladi. Ba'zi holatda sud orqali stajni tasdiqlash talab qilinishi mumkin. Lekin men bu yo'lga kirishdan oldin mutaxassis bilan maslahatlashishni tavsiya qilaman. Chunki har bir dalil ham yetarli bo'lavermaydi. Xulosa shuki, pensionerlarga pul qaytarilishi mumkin bo'lgan holatlar bor. Lekin bu hammaga avtomatik tarqatiladigan pul degani emas. Eng muhim asoslar pensiya noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, ish staji yoki ish haqi ma'lumotlari hisobga olinmagan bo'lsa, pensiyadan asossiz ushlab qolish qilingan bo'lsa, imtiyoz yoki ustama qo'shilmay qolgan bo'lsa, qayta tekshirish talab qilish kerak. Men sizga maslahat beraman, bugun ota-onangiz yoki o'zingizning pensiya hujjatlaringizni ko'zdan kechiring. Ish staji to'liqmi? Arxiv ma'lumotlari bormi? Ushlab qolish bo'lganmi? Pensiya turi to'g'rimi? Shularni tekshiring. Kerak bo'lsa, pensiya jamg'armasi bo'limiga yozma ariza bering. Rasmiy javob oling. Hujjatlarni tartibga soling. Agar bu ma'lumot siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va izohlarda yozing. Sizning yoki yaqinlaringizning pensiyasida shunday muammo bo'lganmi? Pensiyadan tushunarsiz ushlab qolish bo'lganmi? Ish staji hisobga olinmay qolgan holat uchraganmi? Fikringizni yozing. Chunki boshqa tomoshabinlar ham sizning tajribangizdan foyda olishi mumkin.